Men tushuntirib qalada ishlab Dilrugan og'asi bo'ldi. qalada ishlab yurgan paytimda menga zimar qilishdi-da, короче, telefonimga chalishib, biz Ududan bo'lamiz. Yil tezda seni ukang qarmaldi. Qanday ish bilan qarmaladi desam, shu zino, короче, shu ayol bilan qarmaldi. Kelasin biz Ududa ishlaymiz, kelsak jamon bo'ladi dedi. Men unda zino bilan qarmalgan bo'lsa men borib qo'yayin men. Nima qilmish ko'rsak ko'raver dedim-da, endi Ududan militsiyadan qarab men talashimni qilib yursam Jana zvan dedi-da, bir soat ichida kelib olsang qamalib ketadi deganda ichim og'rib men ukamga keldim. Kelsam, bular militsiyadan emas, boshqa ko'cha bolalar ekan. U hojida, короче, bizni ayolda imom bo'lib ishlab, ayol o'zini ayladi. Biz ayolda emas, imom bo'lib, masjidda imom bo'lib turadi. Hojiga borib kelgan deputat ayollar desa, ko'cha bolalari bu siz desa men bunday ukam meni короче bir tug'animni emas bilan shunday qarmadik. короче biz qancha aqcha beradi keta olasin, mana shu tushuncha. Ungacha ukamni podvalda urib, shunday ishlar qilib, men tushunmay qoldim. Meni aqcham yo'q bergan desam, ukamni oldida do'q bo'lib urib, короче, burzit qilib. Endi nima deyishni bilmasdan ko'chada shunday odamlar shu ishni qilib yursa, bizga bunday nima yo'q-da, ko'chada yurganinglar qo'rqib qolasiz ekan. Davlat tergovda ham qo'rq bostirlar aqcha, odam o'ldirgandan chiqib ketib o'tadi hozir, qo'rq bostirlar men bilan bitib turishib, ukam jabda hozir satrezina bo'lib qayt qilib o'ynar. Bir marta nima bo'ldi deb meni oldimga kelib qo'ygan. Men aytdim, "Gaparimni mana tehqonchiklarim o'lib desam dag'ini uqbod edi misol. Men ilavargiday bo'ldim. Qo'y shunday narsani urandim men. Sen hojisan, sen jinsin, o'zingizil. Qo'yatadi beruvchi. Shunday odamlarni sal nimaga tortib, nima qilib berishni so'randa prezidentimiz bunday hozir o'zi shunday odamlarga qarshi yuribdi. Yurishayotgan gapirayotgan paytda hozir garasi ko'rsatib qolmasa avlodni chiqarib hozir bunday aytgan bularni chora ko'rib o'stirdilar. Shularni bir qarashtirib berishini so'raymiz. Ikki odam qarmaldi. O'sha biri imom bo'lganmi mechitda? Machita degan o'sha bizda ayildan bo'ladi. Mechitni atmaydi. Mechitni nomini bilmayman, endi biz ayil cho'ngi chertik ayildan bo'ladi. Biz tepa qurgan ayildanmiz. Ular chertik ayildan o'sha imom bo'lib o'tiradi. Deputat даже unday aytganda, o'shanday odamlar o'zini obro'yini o'zini ko'rsatadi-da, bizning dinimizni даже o'zlari qora qilib qo'yadi. Musulmon dini qanday mana payg'ambarimiz ko'rsatgan yo'ldan yurib o'stirli o'zlari aytadi, o'zlari amal qilyapti bular. Men juma masjidlarida ma'ruza berib eshitamiz даже biz misol orqasidan namoz o'qiymiz odamlar aytib o'tadi hozir. Bordi bilib shunday odamlar borligi. Ukamizga tan jarohati yetkazib, mana bir marta bizdan ham kechirim so'ragan yo'q. Ukamizdan ham ukamiz boquvchisiz hozir bolalari, 3 ta bolasi bor ukamizning. Bitta ayol bilan yurding, amakimi xotini bilan deb unga tuhmat qilishib, podvalga olib tushib, boshlariga juda qattiq urishibdi. Bu bilan biz kurashmasak, el qarab tursa, bugun bizni bolamizni qildi ukamizni. Ertaga boshqalarning bolalarini ham qiladi-da bular, indamay qarab turaversak, to'g'rimi? Bizni hozir ukamiz qayd qilib boshidan satraseniya olib yotibdi. Ularni mana 1 oyga deb hozir sudlar qamadi. 1 oyga deb, lekin 1 oy hali bo'lgani yo'q. Bularni hozir 21-fevralda qamadi, o'sha 27-fevralda mana ochiqda yuribdi bular. Biz ukamiz tan jarohat olib больницада yotibdi, bir marta xabar olgani yo'q. Enamiz kasal, onamiz, bolalari boquvchisiz. Ularga non kerak, osh kerak. Даже bunday bo'lgan. Mehnatdan qolyapti. Даже bo'lgan voqea qarab, bular mana yozdirganda qizga. Alinaga xat yozdirib turib aytayaptiki, mana qarindoshlaring yo'q, hech bo'lsa mashinani bersin, uni ayt o'shunda deb biz даже ugrajat qildi-da, mana qarindoshlarim bizga telefon qildi kechqurunda. Biz osonlikcha yopasizlarmi bu ishni, mashinani otamizdan qolgan bitta mashina bor, u ham ukamniki emas. To'g'risi. Matisni bizga berishasan deyapti bizga telefon qilib. So'rabdi. Nimaga biz sizga matisni beramiz ekan? Bu ukam mashinasi emas, u otam mashinasi, uni haqqi yo'q hali. Uni nomiga o'tgan yo'q desak, yo bo'lmasa bizga deyapti 400 ming pul berishasan deyapti bizga. Biz 400 ming pulni hozir qish kunida qaydan topib beramiz? U nima qilgan jinoyatiga? Buni davlat, xalq mas'ullardan nima qilsa mayli. Ular ko'cha bolalari bizdan 400 ming pul so'ranyapti. Mashinani so'rayapti bizdan. Bugun bizni bolamizni qildi, ertaga boshqa mahallani bolalarini ham qiladi bularga tek tursak. Ba'zi soylarga tushgan mashinadan do'li oladi, aytib qo'y. Imom bor. O'sha mashina soyga tushgan mashinada 200 so'mdan do'li oladi. Buni ham xalq bilan aytolmayapti, qo'rqyapti. Puli ko'p ekan, agasi Moskvada
yaxshi necha tekunda cho'nliklar bilan yaxshi ishni yaxshi qiladi, millioner akasi. O'shini puliga ishonib, o'zi aqli bilan bayla aqli, butun bo'lamas u bola. Bo'lmasa seni o'ldirib yuboramiz, bizga 400 ming pul topib berasan degan ukamga. Ukam bo'pti, mayli deb chiqib ketganda 14 mingdan oshiq pul topib kelgan ukam. Ashuni berayotgan joyda bular militsiyaga qo'liga tushdi. 3-4 ming odam ishlatib Rossiyaga olib borib pul topadigan ukamiz yo'q bizni. Biz kambag'al ashi prezidentimiz bergan yerda kavlab, titalab yoz demay, qish demasdan 10 so'm 15 so'm pul topib bola chaqa baqamiz. 400 mingni biz qaydan topib beramiz? Ukam 15 ming, 14 ming pul topib olganda, mana akalar mana shu pulni topib keldim deganda qo'lga tushdi bular. 21-fevral kuni. Endi bular mana 27-bir oyga qamaldi dedi bizga. Pul talab qilgani uchun sizlarga dedi, lekin 27-fevral kuni bular уже chiqdi. Sotda nereye çağırıp duralım? Biz Galatskoy sot qamagan, buni avlasini yozib chiqarib o'tdi. Buni aqchasi ko'p akasi Moskvadan keldi chiqdi-da bola. Buni uyushtirganda bular, qarorchi uyushtirib, telefon qilib, olib borib, mana shu nimada o'zlaricha qarmagan bo'lib, bola chaqasi bilan chiqqanda, misol u ayolni eri, ikkita bolasi, opasi, misol u 15 ming TL orqasidan ushlashgan. Bularni uyushtirganda, buncha ekanda bu o'zlari shu aqcha topishni yo'lini o'zlari shunday narsa qilib uyushtirishgan. Ukamga telefon chaldirgan. Mana telefonlar bor-da, misol qachon qilingan, qayerda bilinadi, to'g'rimi? O'sha narsalarni eshitib orqasidan ushlab turib borib, podvalga tushib, endi urishgan buni, urishib, menga telefon qilishadi, o'sha ushalganda, o'sha kelmaysiz, men bormayman. Qarorchi bu ish bilan uvudini bolalarimiz ham telefon qilganda menga. Unday bo'lsa men ishlavdim keyin boramda qarorchi endi qachon bo'lsa degan o'yda qilmishiga yarasha jazosi oladi degan o'yda qilsam, bular ko'cha bolalari kelsam. Men aytdim bu tanishda u bolalar. Militsiya ham nomini sotyapti-da bular, hududlarga ham nomini qora qilib qo'yapti hozir. Ukanizga qilmish qo'zg'olgan desa? Ukam varasiz jo'tat qilmish qo'zg'olgan. O'shunday deb turib nimaga berdi, ekspertizlarga berishdi, ular o'zlarichalik ayolni, u ayolni shunaqa nima deydi. Ukam ham o'sha urishib shunday ish bilan o'zlaricha просто uyushtirib shunday qilganda aqcha tovushni yo'li bunday kichkina bola. O'y yosh katta ayolda u. Bolalar Ukaniz mashinasi qolib tushib qoladi. u mashinasini dokumentlarini olib oldi ular haligi. Ukam mashinasini berib pul 2 soatni uxlatsa, qarorchi senga pul topib kelasan degan ukamga bir bodamni qo'shib beradi. Ukam qochadi degan ochadi. Bodamni qo'shib berganda men hozir pul olib chiqaman deb kirib, mashinani tashlab birodar bilan qochib ketib, o'sha Miruga boradi-da, endi izlanib boradi ukam o'sha topib borib, endi bularni shunday deb tushuntirganda, keyin endi bularni qilmaydi. Shunday narsa bo'ladi.